Zo'r TV bu kun dasturi jurnalisti Jasmina Jamolova bo'laman. Savolim zaxiradagi kadrlar haqida gapirdingiz boya. Yangi joriy qilingan ochiq stipendiyaga ular ham nomzodini qo'ya oladimi? Ularga qanaqa yengilliklar va yangiliklar bor? O'zi zaxiradagi kadr deganda biza qaysi sohaga ko'proq ehtiyoj sezyapmiz bugungi kunda? Savolim shunday iborat. Rahmat, juda ham o'rinli savol. Rahmat sizga kattakon. Farmonim prezidentimiz qo'l qo'ygan farmonlarida shunday bir ustuvorlik sohalari deb alohida ta'kidlab o'tildi va e'tibor beradigan bo'lsak, bu hozirgi kunda biz turli sohalardagi bo'lgan bizdagi nima desak bo'ladi, bo'shliq yoki yetishmovchilik yoki bir ta'lim, ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Bu STEM sohasi, ya'ni hozir bilamizki, har narsa raqamlashtirish, injiniring, dasturlash orqali amalga oshirilishi, bu turli bo'lgan o'sha fan sohalariga e'tiborligi, bu iqtisodiyotimizni driver sohalari, bu davlat boshqaruvidagi bo'lgan menejment ko'nikmalari, bu ijtimoiy sohalarda aynan shu sohalarga ustuvorlik beriladi deb aytib o'tilgan. Demakki, biz bu sohalarni baravar rivojlanayotgan va shunga ko'nikmasi shakllangan, xorijiy ta'limni ola olgan va bu bilimlarni bizga singdira oladigan kadrlar bo'yicha gapiryapmiz. Biz hech qanday bir cheklov yo'q. Qaytam bu zaxiraga kirgan kadrlarni aynan shu sohada bilim ko'nikmasini shakllantirishga sharoit, imkoniyat va albatta bundan har kim foydalanib olib qolishi mumkin va tegishli tartib talablarga javoban aynan to'liq mezonlarga to'g'ri kelgan shaxslar bu ochiq tanlov. Demak, har narsada o'sha sharoitlardan foydalanib qolishligi lozim. Gulnoza Saidxon Hajayevning fikrlarini davom ettirgan holda, bu yerda zaxiraga kirgan kadrlar haqida aytdingiz. Asosiy bir yangiliklardan bittasi bu yerda. Ustuvorlik beriladi zaxiraga kirgan kadrlar topsa albatta, lekin bular ana shu stajirovka yoki muayyan bir o'qishda o'qib kelgandan keyin, qaytib kelgandan keyin shunchaki hisobot emas, 2 yil davomida davlat xizmatida ishlab berish majburiyati va undan tashqari aniq nima natijalar ko'rsatadi, nimani o'rganib keldi, qaysi ishdan yaxshilaydi. KPI ko'rsatkichlar belgilanadi. Ya'ni davlat resurs sarfladi, bu resursga yarasha bu kadr kelib bir necha barobar hissasini qo'shadi va bu tizimli monitoring qilib borish uchun El-yurt jamg'arma masalan davlat xizmat rivojlanish agentligi ularning shu natijada oshyaptimi, karyerasi qanday ketyapti, doimiy monitoring olib boradi.